shu videoni o'tkazib yuborsanglar, katta xato qilgan bo'lasizlar. Shu yerda ko'rib turgan barcha modellarni biz muddatli to'lovga yo'lga qo'ydik. Opam, mana bunaqa kachelalardan olaman deb yuruvdingiz. Akamni o'ylab, ana olaman, mana olaman deyapsiz, ro'zg'orni o'ylab, qiynab qo'ymaydi. Bitta mana bizni ham qo'yib yubordi muddatli to'lovga. Akam, bitta mani eshiting. Uydagi hoji dodam, hoji onamga mana bunaqa kreslo kachalkalardan olib bersak, bir duo qilishadi-yu. Pullari ham ko'rinmay qoladi. Bilaman, olib beraman deb orttirolmay yuribsiz. Buni ham muddatli to'lovga qo'yib yubordik-ku. Akam, buni ham ma'manisini ham ko'rib turgan barcha modelingizni biz muddatli to'lovga qo'ydik-ku. Olib, maza qilib foydalanadigan joyi akam. Endi shuni ham olmasangiz bilmadim endi akam. Qarang, to'qilishlarini. Akam, muddatli to'lov haqida batafsil ma'lumot olmoqchimisiz? Direktdan bizga murojaat qiling. O'zimiz sizga javob beramiz akam.